Ayol başınız bilen keldiniz. Kızım hani men bilen Valiyata o'xshaman deydi Alloh bo'lsa. Nima yetaklab olib keldi sizni? Savob qilib dedim men. Bunga qanday ishim jiynadim shuning uchun. Adamlardan gap so'zi, adamlarga yaxshi uchun. Ya. Bunday qilmaymiz tabii. Allohning roziligi uchun ishlaymiz, xolis, tushundingmi? Rahmat, canınız sağ olsun. Pol, mal dünya to'ladi. Nu to'lmay to'g'rini kommentariyada yozib ketadi o'z odamlar. Menimcha pol, mal dünya to'g'ri narsalar hammasi. Hammasini topdim men. Xudoga shukr. Necha yetib o'rgangansiz bu kasbni? Aytavering. Bu kasbga shu o'zimni uyimda materialga pulim bo'lgan, ustaga pulim bo'lmagan. Shunda deb ukamni chaqirib, ukam bilan ikkovimiz ishlaganmiz. Ukam ki deb, ukam ham ishlab ko'rdi o'g'iydi boshqaman deydi. Rahmat sizga da. Alloh rozi bo'lsin. Xizmatlaringizga rozi bo'ling. Ayon, 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 ko'zing qonin ichib